Assalomu alaykum. Asiya fasad klinika ishqibozlari. Mana fasadning biliklarimizni haqiqat to'qish jarayoni. Mana ustalarimiz ikkita usta mana bugun kelgan. Bugun kelib mana shuncha joyda reykasini soat mana hozir 2:30 bo'lyapti. 2:30 da mana shuncha joyda reykasini qadashi bo'ldi 2 kishi. Mana so'killari mana toshdan aka bag'i. Beton yo'q, tosh terilgan uy ekan. Bizni plitkalar bilan shunday bekilib ketadi betlar, xudo xolasa. Mana devorimiz sinchli, tagi toshli. Mana shu holatda bo'ladi rekalarimiz. Shunday plitkalar bilan bu uyimiz chiroyli holatga o'tadi. Bu fasadni plitkalar bizda har xil turi, har xil rangdagilari bor. Biz miramir ko'rinishda toshlarimizni qilib beryapmiz hozir. Bizda har xil turdagilari bor. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarni qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizda manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Reklamani pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Derazalar qiroqlarga ham tunika fom bilan bekiladi. Plitkalar qotirilgandan keyin juda chiroyli holatga o'tadi. Ichki tomoni uyni ichkilarini ham qilib beramiz, hovlilarni. Bu tashqari ko'rinishdagi. Bu uyimiz 220-230 kvadrat atrofidagi joyimiz.